Virusli sezonda virusli kasalliklardan keyin bolajonlarimizning immunitetini ko'tarish haqida gaplashamiz. Ko'pchilik onajonlarimiz virusli kasalliklardan keyin bolajonlarda kuzatilayotgan holsizlik, ishtahaning pastligi haqida shikoyat qilishmoqda va bunda qanday preparatlarni shifokor tavsiyasiz berish mumkin ekanligi haqida so'rashmoqda. Demak, biz tavsiya qiladigan preparatlar. Birinchi navbatda vitamin D. Vitamin D ni biz ko'pincha suyaklar uchun, raxit kasalligini davolashda deb hisoblaymiz, lekin vitamin D birinchi navbatda bizning immun tizimimiz uchun javobgar vitamin hisoblanadi. Keyingi o'rinda esa vitamin C, ya'ni askorbin kislotasi. Organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini bartaraf etib, immunitetni yaxshigina ko'tarilishiga yordam beradi. Demak, vitamin C ni kichik yoshdagi bolajonlarga, chaqaloqlarga tomchi ko'rinishida, kattaroq yoshdagi bolajonlarga esa tabletka ko'rinishida berish mumkin. Immun sistemasi haqida gapirar ekanmiz, sink elementining alohida o'rni haqida gapirmasak bo'lmaydi, chunki sink antioksidant modda sifatida to'qimalarni qayta tiklashga va shu orqali organizmning immunitetini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda sinkning ham suyuq variantlari bor, ya'ni chaqaloqlarga, kichik yoshdagi bolajonlarga ichirish uchun ham qulay shakllarda mavjud. Ayniqsa virusli kasalliklar paytida ko'pchilik onajonlarimiz antibiotiklardan foydalanadi va shunday paytda bolajonlarimizning ichak mikroflorasiga katta ehtimol bilan zarar yetadi. Antibiotiklar qabulidan keyin biz albatta bolajonlarimizga probiotiklar berishimiz kerak. Chunki sog'lom ichaklar bu sog'lom immunitet demakdir. Bolajonlarimiz doimo sog'lom, onajonlarimiz esa xursand bo'lsin.